Assalomu alaykum qo'yoqlamining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqibozlar, chorva ishqibozlar. Mana bunda egizakchi ona bola ishqibozlar. Xolosa ona bolani liderdan kelibdi Jasurbek do'stimizga. Jasurbek egizchi variantidan. Xolosa obunachilar narx o'ta qulay bo'ladi. Qulay qilib beramiz. Xolosa qulay qilib beramiz deyaptilar. Kanalimizda birinchimiz. Birinchisi yangi obunachimizdan xolosa obunachilar. Xolosa onalarning tishlari nechtadan? Shu 6 taga chiqdi. 6 taga chiqdi endi. Xolosa 3-bollari. Bollari ham o'ta go'zal variantlarda obunachilar. Faqat egiz tug'yapti. To'lka egiz tug'adigan variant. Quloqlari ham shalpang quloq variantlardan ekan. Qo'zilar qarang, ikkalasi ham qo'chqar. Mashalloh, ikkovi ham qo'chqar variantidan, yuzlari ham o'ta tiniq variantlarda obunachilar. Xolosa ona bolani lideridan zo'ridan kelib. Jasurbek bugunga nech partiya qo'y chiqadi? 3 partiya arzon va qulay. Arzon va qulay 3 partiya qo'y chiqadi xolosa. Yana arzon ona bolalar ham bor-a? Arzon ona bolalar ham bor. Xolosa arzon ona bola. Ko'rib turishadi, like bosib, obuna olib, bomba qilib turishadi. Xolosa like bosib qo'ying, hozir aka narxini o'ta qulay beraman deyaptilar. Bu narxi nech bo'ldi Jasurbek? Narxini 10 millionga Toshkentga davr dastakbahi bor. 10 millionga ketaveradi. 10 millionga xayrini ham qilib beramiz. Haysi ham bor, xolosa obunachilar 10 million so'mga ona bola. Egizakchi ona bolada xolosa obunachilar. Buni bollari ham vobshe go'zal, o'ta kashtani ham bor ekan bir dona obunachilarda xolosa. Bo'yini ham aytib o'taylik. Bo'ylarini. Bo'yi 80. Bo'yi 80. Uzunligi 90. Uzunligi 90. Jasurbek metrga qo'yaylik. Qo'y, metr deb bering. Xolosa metrga ishonchli bo'lish uchun mana metr pastda turibdi. Mana xolosa. Mana 80 obunachilar. Xolosa 80. Uzunligini ham bir ko'rsatib qo'yaylik-a. Mana 90 plus ekan Jasurbek. 90 ga olishaveradi. 90 ga olishaveradi. Xolosa bo'ylarni ham ko'zingiz oldida o'lchab hali qilindi. Borib o'lchab olaverasiz, obunachi.